Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Berislange retro video. Birinchi qismda ko'p turgan maqsadmi? Yangicha boshqacha sferada o'zimcha yangiliklarni o'ylab topdim. Ta'kidlashlik uchun retro video birinchi qism bo'lyapti. Retro video shu playlistga namoyish qilishlaring uchun kechagina video joylandi. Naqli bu video 5-mart haftaning payshanba kuni videoni 9:09 chiqqan. Olishgan o'tib kanalga yangiliklar obuna bo'ling, masalan, qilganlar shu maksimal shu kanalga obuna bo'lsa kiraveradiganlar soni 94% dan 90% gammikin bas 90% dan o'tmadi. Har tushirganimiz yangilash maqsadida 80%, 70% ga tushirish maqsadida shortsni ko'paytiryapman. Shuni hisoblab qo'llab-quvvatlagan katta rahmat. Yangi kuzatuvchilar bo'lsa, bu yana yangi rubrika sizlar uchun maxsus bo'lyapti. Tezroq 1,5 minut bo'lishimizga qadam 1,5 minut bo'lishimizga katta ishtiyoq, harakat maksimal qo'ldan kelgan harakat qilamiz. Shu kanalga obuna bo'lganlar har kuni Abdulloh Berish shorts playlistiga o'tkazadigan har kuni shorts vloglarga bo'ladi. Endi bu retro holatda shu ko'rsatilgan holatda qo'yib boriladi. Qani ko'ramiz. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Ko'plar Abdulloh Berish, Abdulloh